Shokoladli klubnikalarimizni ko'chada tayyorlaymiz. Dekretdagi 6-kunim. Ertalabdan hammani ishga kuzatgandan so'ng bolajonlar bilan ko'cha aylanishga ham chiqib oldik. Orada muattar hidlarni taratayotgan siren bilan atirgullarni ham yoddan chiqarmadik. Koreyalar shunaqa kreativni. Tutib pishgan bo'lsa bolajonlarga beraman, mazasini bir tatib ko'rsin desam, hali ham qattiq turgan ekan. Hafsalamiz sovib, ko'chalarda aylanib yursak, bitta xola tog'orada qulupnaylar sotib o'tirgan ekan. Men ham Armando o'tib ketmay deb hamma o'sha tayyorlab mazasiga bomba respekt berayotgan klubnikali shokoladni tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Ko'rinishiga e'tibor bermaymiz. Uydan shokolad tayyorlab chiqqunimcha qizim idishini o'ynab ketaman deb ontar qilib tashadi. Lekin bu narsa biz shaxtimizdan qaytara olmas edi. Ishoninglar, lekin hamma maqtagancha ham bor ekan, bir yemasangiz armonda qolasiz ekani. Bunaqa ta'mda oldin hech qattiq his qilmaganimni angladim. Bolajonlarimga ham shunaqangi yoqib tushdi. Qizim bodring yeb yurdi. Shokoladni klubnikadan oziga solganimdan keyin bodringlarni otib yordi-yu. Aytmadi demen, tayyorlab ko'rmasangiz bo'lmaydi. Voy yeb qo'yadi. Bizni kuzatishda davom eting, eng qiziqlari hali oldinda. Professionaldek chiqmabdi deb jahlimni chiqarmay qo'yaveringlar. Muhimi mazasida oshqozonim meni sudga berib yormaydi. Atak kimgadir maqtab qo'ymasam qornim to'ymaydi.